Ertalab bo'pti-yu. Voy dahshat narsa ko'ribman tushimda bor. Hop, soat necha bo'lgan ekan? Maktabga borish payti qolgandir. Va bugun qanaqadir sizlarga obunachilarimga sovg'a bor. Hop. Yaxshi. Soat ham 7:30 bo'pti. Bizda ko'proq dars bor bugun. 6 soat, lekin menda 4 soatim bor. Ammo qo'yish shart emas mashinamga va yangi mashina oldim. To'g'risini aytsam, dadam olib berdilar. Har kun menga dadam olib beradi-yu, bilasizlar-yu. Bo'ldi dada. Qilichimni ham olishim shart, obunachilar. Balki yana eski nimaga o'xshab pora berib kelarman, qocharman bizdan. To'g'risini aytsam, o'qish umuman yoqmayapti o'zi. Va do'stlar, sizlarga xabar. Sizlar kecha menga aktivimni kuchaytirib berganinglar uchun addushi rahmat deyman. Chunki hozir tushsam zo'r bo'lardi-yu. Hop, yaxshi. Bo'ldi. Tushdim. Mashinadan qarang, obunachilar. Men mashina oldim, chotki to'g'ri olmadim. Olibsizlar. Bo'lsa kerak deb olib berdilar. Kal tutkazgan joyi bor ekan-ku. Hay, uzr, mashinam urdim. Oynalar sim ketdi bo'ldi. Va biz haydashga o'tamiz, demak. Sekin-asta yo'lga qarash kerak asosiysi. Bunaqasiga aylanib o'tamiz. Bo'lsam, haliginda ariqqa tushib ketgan qismda, ana bu yoqqa. Endi sekin tushasak, hozir bunday qilib parkovka qilishimiz kerak. Hop, mana bo'ldi. Bular urilib ketibdi. Ichiga kirib ketibdi obunachilar. Endi to'g'rab qo'yamiz. Hozir, ana bo'ldi. Xudoga shukr, bato bo'lmabdi mashina. Va soat 7:50 o'tibdi. Va hozirgi dars nima ekan? Kundalik kiramiz. Hop. Va hozirgi soat. Nima narsaga kiraversan? Men gapiryapsan? Ha, senga. Nima edi? Sen nima kiraversan? Qo'yatqaman bacha, hozir yeb qolasan. Bacha deydimi? Suka. Sen ariqqa tashaveraman. Quyat qilma, bacha, sen yeb qolasan deganmidim. Botqoqqa tushib ketdim. Qarab turma, deb chiqaraman. Obunachilar direktorga aytib beradi endi. Po'xoy, direktorga ham javob. Pul bilan basharasini yoraman, pul bilan boru. Axir pulim ko'p. Do'stlar, aktivim zo'r bo'ldi, to'g'risini aytaman. To'ppa-to'g'risi aktivim dahshat bo'ldi. Assalomu alaykum, siz yaxshimisiz? Oydod. Yana boshlayman. Ustida qo'yinglar degandim-ku, bu stolda bor-u. Assalomu alaykum siz. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Ha, yaxshi, o'zingchi? Ustoz, menga qarab gapiring. Mana. Men bu yerdaman. Voy, ustoz, kimga qarayapsiz? Menga qarang, domla. Dars o'tmaysizmi? Yo'q-da. Dars o'taman bo'pti, yoz. Xohlagan misolingni. Matematika tili hozir. Matematika kerak. Garanglab tashlamen. Ayting. Okey, 20 ga 10. Nima? Yozdingmi? Ha, 20 yozdim. Plyusmi, minusmi? Ko'paytirish. Короче, bilmayman, obunachilar 20 ga 10.
So'ra savol bering-da, sizga qaraganda. Ana. Xuddi ye bibi. Aytali. Mana bo'ldi. Ustoz bo'ldimi? Okey, mana tekshirib bering. Bahoni hozir qo'ymayman, qo'yib qo'yaman. Okey, qani kundan kiramiz. Qo'ydingizmi? Da, qo'ydim. Okey, qo'ygan bo'lsangiz bering. Va 5 olibman. Hali chiqish bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, o'tir. Xo'p, mana bu yerga o'tirib olsak. Jiring. O, qo'ng'iroq. Xo'p, obunachilar bitta darsga kirdim va men maktabimizni birinchi nimasida ko'rmabman. Obunachilar men ko'rdim. Nechta etaj obunachilar bu? Блядь, вообще dahshat. To'g'risini aytsam, hozir darsdan qochmoqchiman. Orqa eshik bu. Блядь, mana bir obunachilar. Stop. Qamoqxona. Hech kim yo'qmikin? Ketdik, qamoqxonani obzor qilamiz. Do'stlar, o'tgan qismda meni aktivim chotki bo'ldi. To'g'risini aytsam, aktiv bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Shuning uchun like bilan podpiskaga qaraylik. Nechtadir obunachi keldi va 14 ta like bo'pti. Shuning uchun albatta yana ikkinchi qism qo'yaman va sizlar aktiv baland qilsanglar, men shuni 100 ta qism qilishim mumkin. Balki undan ko'p qilarman. Sizlar serialni ko'rayotganlar bormi? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Unda ketyapti obzor qilish kerak. Darsdan qochdim, demak. Buni keyingi qismda obzor qilamiz. Bizlar keyingi qismda ishlaymiz, obunachilar bilasizmi? Ishlash kerak. Chunki ota-onamni yetkazayotgan pulni to'g'ri qishloq meriga bergan, menga qishloq meri bergan. O'shaning uchun pulni to'lab yurish kerak ekan, aytdilar. Xo'p, shuning uchun pul yetkazmayaptilar dadam. Oyim bilan dadam yetkazolmayapti. Shuning uchun aytyaptilar, harakat qil, ko'p narsaga ishlatma. Chunki biz yetkazolmayapmiz o'zimiz, deyaptilar. Shuning uchun voy. Mashinam halokatga uchramadi degan umiddaman. Yo'q, xudoga shukr. Obunachilar chiqib qoldik mana. Do'stlar, nima qilishni bilmayapman. Hozir mashinani sekin buzilmadimikin ko'rishim kerak. Hozir obunachilar bo'ldi. Короче, men lekin qisilib qolganim uchun mashina qisib qo'ydi, to'g'risi nimadir buzilgandek bo'lib ketdi menga. Shuning uchun askar haydayotganmiz, bo'ldi, gap yo'q. Endi to'g'risini aytsam, qani burarkanmizmi? Eba. Men noto'g'ri joyga chiqib qolibman. Hozir tushamiz. Mana bu yerga chiqamiz, bo'ldi. Kechqurun obunachilar. Hozir borgunimizcha kechqurun bo'lib qolar ekan. Ana shu yerga chiqamiz. Hozir bu yerga joylashtirib tushib olishimiz kerak. Xo'p, parkovkani cho'tkisini qilish kerak. Bo'ldi. Balyo, ozgina qoldi obunachilar tushib ketishiga. Farqi yo'q joyga qo'yib ketishaman, to'g'risi. Voy, zombi chiqishni boshlabdi. Hammaga xayr, sizlar bilan shu joyda men bo'ldim, ixtiyor Minecraft bo'ldi. Do'stlar, albatta like bilan obuna bo'lib qo'ying. Hozir uyga kirib olamiz. Hammaga xayr, sizlar bilan men o'sha ixtiyor Minecraft bo'ldim.
Sizlar bilan keyingi qismlarda ko'rishguncha kommentariy yozib qoldiringlar. Yana kommentariyaga o'z fikringizni yozib qo'yinglar. Yana aktiv bo'lsak, yana keyingi qismni qo'yamiz. Faqat aktiv bo'linglar, obuna bo'linglar. Или Telegram kanal kommentariy описаниеlarda bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar va o'sha yerda ma'lumotlar va konkurslar o'tkaziladi. Albatta obuna bo'lib qo'ying.